Dunyodagi eng qimmat pishloqni bilmoqchimisiz? Qizig'i shundaki, uni faqat qoldiq plesin bilan qoplangandan keyin yeyish mumkin. Bu hazil emas. Haqiqiy ta'mni his qilish uchun uni to'liq plesin bilan qoplanishini kutasiz. Fransiya gastronomiya poytaxti, bu yerda faqat qaqayoq va mashhur vino ichishmaydi, balki butun dunyo orzu qiladigan betakror pishloqlari ham bor. Ulardan eng mashhurlari sini pnir. Bu pishloqni tayyorlash uchun oylab vaqt ketadi. Shu vaqt ichida unda maxsus zamburug' rivojlanadi. Unga o'sha mashhur ko'k va yashil jilovini beradi. Ana shu pishloq o'tkir va kuchli ta'm bag'ishlaydi. Qizig'i shundaki, ba'zida pishloq shu qadar pishib ketadiki, ichida mayda qurtchalar paydo bo'lishi ham mumkin. Ular hatto siz yeyotganingizda og'zingizga sakrab ham tushadi. Bunday pishloqni maxsus sharoitda saqlash kerak. U nafas olishi va sovuq yerto'lada pishishi zarur. Ayrim noyob turlari esa 1 kilosi 10,000 € gacha sotilishi mumkin. Endi savol, sizchi shunday pishloqni tatib ko'rarmidingiz yoki mutlaqo rad etarmidingiz? Fikringizni kommentariyada yozib qoldiring.